Aziz do'stim, videoni boshidan eslatma sifatida aytib o'taman. Bu videoni siz uy olish maqsadida tomosha qilyapsiz. Shuning uchun ham salgina diqqatliroq bo'lib, videoda aytilayotgan gaplarga quloq tutishingizni so'rab qolaman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz obunachilari. Men ismim Shohrux. Birinchi marta ko'rib turganlar uchun va anchadan beri kuzatib kelayotganlar meni yaxshi tanishsa kerak. Mana shu ko'rib turgan 2 xona 62 metr kvadratlik kvartiramiz juda ham shoshilinch ravishda sotilmoqda. Har doimgidek obunachilarga aytaman, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi pul zararligidan o'zimizdan uylarni arzonroq ham berib olishimiz mumkin degan narsani aytganman. Вот именно mana shu uyimizni o'sha uylardan biri. Srochniy sotyapmiz, shuning uchun ham arzonroq berib o'ramiz. Bunaqa planirovkadagi kvartiralarni mana 16 qavatli dom bo'lsa, 16-qavati даже boshlanish to'lovi 19500 dollarga sotilgan. 15-etaj bo'lsa 20 ming, pastroq etajlari 21 ming dollardan kam sotilmagan. Ya'ni bu boshlanish to'lovini nazarda tutib aytaman. Endi esa mana shu ko'rib turgan 2 xona 62 metr kvadratli tayyor patpuch skvoznoy uyimizning pul kerakligi sababli juda ham arzon narxda bir kunning o'zida sotishimiz kerak bo'lganligi uchun shu narxda beramiz. Uyimizning bir boshdan obzor, asosiy kiruvchi eshigi, men shkof yasatsanglar bo'ladi, tayyor patpuch holatida topshiriladi. Hozir gaplashgan xonamizda zal do'stlar, bu yoq tarafga o'tamiz. Uyimizning oshxonasi, kengligiga e'tibor beringlar. Kuxni mebellar, burchak stollar hammasi sig'adi. Gaz plita, undan tashqari vitishka, katyol, bu yoq tarafda moykalarni olib kelib qo'yganmiz. Mana gazlar o'tgan, xudo xolasa, uyimizning o'zini mana ko'rishinglar mumkin. Balkoni mavjud. Domimizning u yoq tarafida ham derazasi bor, kvartiramizning. Bu yoq tarafida ham derazasi bor. Ya'ni havo aylanishi juda ham yaxshi. Bu yoq tarafimiz uyimizning umumiy hojatxonasi. Yonginasida o'zini vannasi joylashgan. Ota-onalar uchun родительская spalnisi hisoblanadi. Lokatsiyani to'g'riroq tushuntirib o'taman do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Domimizdan oldi mashina qo'yish uchun parkovkalar, kattalar dam olish uchun skameykalar, bolalar maydonchasi mavjud. Undan tashqari mana bu yerdan avtobus qatnaydi. Ya'ni bu yerda avtobus qatnovi bor. Yana qo'shimchasiga yonginasida poliklinika mavjud. Maktab bog'cha ham poliklinikaning oldida. Bu yoq tarafga chiqsanglar, o'ng tarafga ketsak, Yakkasaroy, Mirobod, Yashnobod tumanlariga boramiz. Chap tarafga ketadigan bo'lsak, Sergeli, Bekbaraka, Abusaxiy bozorlariga chiqamiz. To'g'rida 2 kilometr radiusda Sergeli mashina bozori joylashgan. Mana shu ko'cha bo'ylab to'g'ri yurasizlar. Avtobus постоянно qatnaydi. Endi bu uyimizni 16 qavatli domni 14-qavatida joylashgan. Bank ishlarini to'liq o'zimizga qilib beramiz. Siz faqat notariusga xarajat qilasiz. Xo'p, uyimizning boshlanish to'lovi 19 ming dollar bo'ladi. Oylik to'lovi 6 million 400 ming so'mdan Ostatga, ya'ni kredit 420 million so'm qoladi. 18% birlamchi ipoteka do'stlar. Uyimizga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugunning o'zida baraka qiladigan bo'lsangizlar, ertaning o'zida nomingizga hamma narsa, hujjatlarni tayyorlab, banklarni chiqarib, xudo xolasa, indiniga ko'chib kiraverasiz uyingizga. Chunki tayyor uy, shuni kirib yashaydigan holat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Instagram kanalimizni ham kuzatib turing. Keyin videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat sizga. Ba'zi klientlar chiqishyapti, videoni ko'rmagan, tushunmagan, bizani rosa qiynab tashlayapti. Boshqa uylaringiz bormi deganlar uchun boshqa uylarimiz ham bor, lekin bunchalik arzon emas. Imенно mana shu planirovkani 8-etajdan kvartira sotganmiz. Boshlanish to'lovi 24500 dollar. Endi tasavvur qiling, 19 ming dollarga olyapsiz, sal balandroq 14-etajdan. Bu zo'r degani. Realtor sifatida aytaman, agarda men 19 ming dollar pulim bo'lganda, mana shu uyni xarid qilgan bo'lardim. Sizga ham tavsiya qilaman. Uy olmoqchi bo'lganlar, mana inshaalloh deb kommentga yozib qoldiringlar. Xudo xohlasa, yangi yilgacha uyli bo'lib qolsangizlar. Allohim beraman desa, hech gap emas do'stlar. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatingizda Realtor Shohrux bo'ldi.